Bittasi tanlash kerak. Shu uch ketdi. Hamma ikkinchi variant. Hozirda Isoxon Ibrat ijod maktabi qabul jarayonlarining birinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Ushbu bosqichda o'quvchilar tanlangan rasm asosida xorijiy tillarda ijodiy matn yaratishlari kerak bo'ladi va ushbu imtihon jarayonlari Namangan viloyatida joylashgan Bilimni baholash agentligida tashkil etilmoqda. Talabgorlarga qulaylik yaratish maqsadida hamda test jarayonlarini adolatli, shaffof o'tkazish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Assalomu alaykum. Bugun men o'g'lim Zoyjonov Ilyosbek Vohidjon o'g'lini Ibrat maktabiga o'qishga kirish uchun imtihonga olib keldim. Ibrat maktabida farzandimni ta'lim olishini juda xohlardim. Hattoki o'g'limni shu yoshga kirishini kutdim, shu maktabga kirish uchun. Bugun imtihonga ko'tarinki ruh bilan kirib ketishdi. Xudo xolasa mana shu maktabning talabachasi bo'ladi degan umidim katta. Mana bugun imtihonga, Ibrat maktabining birinchi bosqich imtihoniga o'quvchilarimizni olib keldim. Shu jumladan mana farzandim ham shu yerda imtihon topshiryapti. Prezidentimizga katta rahmat. Shunchalik shart-sharoit yaratib berganliklari uchun eng shaffof va yaxshi imtihonlardan biri bo'lyapti hozir. O'ylaymanki, respublika bo'yicha yoshlar ancha yetuk va salohiyatli bo'lib tarbiyalanadi. Ushbu agentlik tizimidagi maktablarning barchasida barcha o'quvchilarga, imtihon ishtirokchilariga omad tilaymiz. Imtihon tashkilotchilariga ham va agentlik tizimidagi xodimlariga ham, rahbariyatiga ham o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Men hozir imtihondan chiqdim. İmtihondagi taassurotlarim shundaki, imtihon oson kechdi. Chunki rasmni men tasvirlab oldim hamda ingliz tiliga tasvirlaganda to'g'ri ozgina menda hayajon bo'ldi, lekin men yaxshi tasvirladim deb o'ylayman. Xudo xohlasa men Ibrat maktabiga kirish ehtimolim juda katta. Shu o'rinda men katta o'qituvchilarimga kattakon rahmat deyman hamda mening onajonimga, onajonimning duolari ish beradi deb o'ylayman. Ilohim hamma farzandlarimizga omadini bersin. Allohim hammasini qo'llasin, yaxshi o'qishlarga qilib olsin ilohim. Hammaga omad tilayman. Mana hozir imtihonlar juda yaxshi bo'ldi. Menga aydi sharoitlari ham rosa yoqdi. İmtihonlarni hozir topshirib chiqyapmiz. Bizga 150 ta so'zdan yuqori 150 ta so'zdan balandroq yozinglar dedi. Shunga men 163 ta so'zdan foydalandim. Menga juda ham imtihonlar yoqdi. Hammaga omad tilayman. Ustozlarimga ham, domlalarimga ham rahmat aytaman. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Mana men nabiram deb keldim. Hozir chiroyli qilib mana kutib oldik. Kirib imtihonlardan o'tib chiqdi. Endi buyog'i muvaffaqiyat. Allohim Ibrat maktabida o'qishni istaymiz biz. Men Ibrat maktabining sharoitlarini o'rganib chiqsam, juda menga to'g'ri keladigan maktab ekan. Ayda ajoyib imtiyozlari ham bor ekan. Ayda boshqa tillarni ham o'zlashtirib ketsa bo'lar ekan. Koreys tillarini ayniqsa menga ingliz tili va koreys tillari rosa yoqadi. Men ham nabiramni olib keldim. Davlatimizga mana katta rahmat, shunchalik sharoitlarni qilib farzandlarimizni bilimli bo'lish uchun harakat qilishyapti. Bularga ham mana barcha ota-onalarimiz ham davlatimizdan ruhlangan holda harakat qilishyapti. Hozir mana davr kelib qoldi. Barcha o'qigan, bilgan yaxshi bo'lib qoldi. Ilgari zamonlar bo'ldi, o'qib ishlab bo'lmay yurgan, qiynalgan paytlar bo'ldi. Mana hozir hamma sharoit yoshlarimizga yetarli. Qancha o'qishsa, shuncha yaxshi bo'lishadi. Qancha bilimi bor, yaxshi joyda ishlaydi, yaxshi yashaydi, davlatimizga foydasi tegadi. Albatta yashash uchun kurash bu bilimli, yaxshi o'qiganlar yaxshi yashaydi, yaxshi mana boshqa joylarga bormaydi. Davlatimizda mana yaxshi o'qib, yaxshi bilim olsa, hamma sharoit bor. Mana bu prezidentimizga ham katta rahmat, shunchalik
farzandlarimiz uchun qilayotgan sharoitiga. Mana bu xudo xolasa mana qizlarimiz, o'g'illarimiz mana bu joydan kirishsa bular oliy o'quv yurtlariga kirdi hisob bo'lib qoladi. 70-80% kirdi bo'lib qoladi. Shuning uchun mana shu yerda turibmiz. Xudodan tilab yaxshi chiqsa xursand bo'lib olib ketamiz. Endi mana hammamiz farzandlarimizga mana shu o'qish uchun sharoit yaratib beraylik. İmkoniyatlar bor. Maktablarimizda ham hamma joyda mana farzandlarni o'qish uchun hamma eshiklar ochiq, sharoitlar bor. Faqat shunga farzandlarimizga sharoit yaratib berishimiz kerak. Farzandlarimiz yaxshi o'qisa, yaxshi mana davlatimizga foydasi tegadigan inson bo'lib yetishsa hammamiz xursand bo'lamiz.